Assalomu alaykum agromarket do'kon obunachilari. Mana Xitoydan apparatlarimiz keldi. Ideal holatda. Yo'lkalari radnoy. Arqa pallati ochilmagan. Bu yerda hozir 4 ta, naryoqda 7 ta bor. Holatlari har xil, hammasini holatiga qarab narxi chiqaveradi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir qolganlarini ham ko'rsatamiz. Mana qolgan 7 tasi. Holatlari o'rtacha. Narx holatiga qarab turib. Yetkalari ideal holatda. Ishlari yaxshi. Arqabatlar ishchi holatda. Mana o'zi ustamiz yig'yapti. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, pastdan ma'lumot qoldiramiz.